biza taklif qilayotgan ishlar mana shundan iboratki, tabiiy fitoestrogenlar asosida tovuqlarni tuxumini tezlashtiruvchi yoki bo'lmasa tovuqlarni tuxum qo'yish davrini uzaytiruvchi xususiyatga ega bo'lgan veterinar preparatini taklif qilyapmiz. Bunga sabab nimadaki, hozirgi kunda parrandachilik sohasida ko'plab sintetik dori vositalari ishlatilayotganligi munosabati bilan tuxum va parranda go'shtlarida estrogen moddalar miqdori nazoratga olinmagan. Lekin bu keyinchalik odam organizmida yig'ilish xususiyatiga ega bo'lib, bu moddalar inson vujudiga salbiy ta'sirlarni olib kelish xususiyatiga ega. Shu sababli biz taklif qilayotgan ushbu Panaro 98 va Kufistrol veterinar preparatlari bular go'shtga va umuman tuxum mahsulotiga o'tmaganligi va keyinchalik ushbu mahsulotlarni pishirish vaqtida to'liq mavjudlari ham parchalanib ketish hisobiga bezarar hisoblanadi. Shu sababli parrandachilik sohasida tuxum yetishtiruvchi fermerlar tomonidan ushbu mahsulotni qo'llashni taklif etamiz. Maxsus yem ishlab chiqaruvchi korxonalar va shu yemlarga uy sharoitida boqish uchun har xil premikslar ishlab chiqaruvchi korxonalarni taklif qilamiz. Chunki bizning preparatimiz substansiya ko'rinishida bo'lib, uni xalqqa yetkazib berish yoki biron bir iste'molchiga yetkazib berishdan oldin ma'lum bir tayyorlov jarayonidan o'tish kerak va shunda qo'llash xususiyatiga ega. Mazkur modda murakkab efirlar hisobidan olganda 1 grammi 1 tonnada qo'llaniladi. Shu asosida har xil premikslar ko'rinishida yoki bo'lmasa maxsus yem ko'rinishida berish mumkin. Buni bezararligi biz o'z vaqtida Fransiyani Invivo kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlaganmiz. Bu kompaniya haligacha mazkur mahsulotni oladi va uni to'liq bezararligini dunyoning 5 ta har xil iqlimga ega bo'lgan joylarida sinovlardan o'tkazib, hozirgi kunda hamkorlikda ishlab kelinadi. Bizani Panaro 98 va Kufistrol veterinar preparatlarimiz bu o'sha tovuqlarning tuxum qo'yish davrini tezlashtirib beradi. Bundan tashqari tuxumdan chiqish davriga yaqin yana qo'llashni boshlaganda parrandalarni tuxum qo'yish davrini uzaytirib beradi. Ya'ni imkoniyatiga ega tajribalar O'rta Chirchiq parranda ochiq askaniya jamiyatida o'tkazilgan bo'lib, bunda har bir 10 ta tuxumga sarflanadigan yem miqdori 17% ga tejalishi va har bir 10 ta tuxumni umumiy massa og'irligi 18% ga oshishi va bundan tashqari tovuqlarning o'lim nazorati guruhiga nisbatan o'rtacha 22% ga kamayishi kuzatilgan. Natijada har bir 1000 bosh tovuqdan 4 barobar ko'p daromad olish imkoniyatini yaratgan. Shu bilan birga qoramollarni kuyiktirishda qo'llash ham mumkin. Estrogen ta'siriga ega xususiyatidan foydalanib, bunda biz o'z vaqtida ijobiy natijalarga erishganmiz. Hamkorlarni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.